Ana endi hurmatli obunachilar, xo'roz tovuqlarga, narxlarga, o'rdaklar narxlariga o'tamiz. Qanchadan bo'ldi bu tovuqlar? Bular 80 mingdan bo'lyapti. Qancha savdolar bo'ldi? Savdosi 70 ming bo'ldi. Qolganlar qanchadan? 100 mingdan. Aha. Qancha so'rayapti? Ha? 80 ming. O'rdaklar qancha bo'lyapti? O'rdaklar. O'rdaklar 70 ming. Qancha so'rayapti uni? O'rdaklar hali 50 ming so'radi. O'rdaklar 50 mingdan so'rayapti. Qancha bo'lib qoldi bu o'rdak? 50 ming qoldi. Ha? 50. Qancha so'rayapti? 50 so'rayapti-da. Sen qancha deb turibsan? 15 deb. Qancha bo'ldi bu xo'rozingiz? Ha? 120? Qancha so'rayapti bozor? So'radimi biroq kishi? Qancha so'radi? 120 so'rayapti. Xola bu o'rdaklar qanchadan bo'lib qoldi? Ha? 90? Qancha so'radi? Qanchadan so'rayapti bozor? Bozor qancha so'radi? Sizda qancha bo'lib qoldi tovuq? 80 dan savdosi bo'ldimi? Bo'lgan yo'qmi? Qiyonlar qanchadan bo'ldi ekan? Ey, qiyon qancha bo'ldi qiyon? Ko'tarchi bittasini? Nechi bilan ekan? Ha, qiyonlardan boryapti 100 ming so'm. Barbuz kanalidan. Qanchadan bo'lyapti donasi? Qancha savdo bo'ldi? Qanchadan so'rayapti? Qanchadan so'rayapti bozor? Ha? 120, 100 ming deb turibsan donasi. Qiyonlar 100 mingdan deyapti. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'lib qoldi ekan tovuqlar? 100 dan bo'lyapti. Savdosi bo'ldimi? Ha, savdosi 80 bo'lyapti. 80 dan. Dakan kimdan ekan? Bizga yaxshilab tushiringlar. Dakan kimdan ekan Dakan? Qancha bo'lyapti savdosi? 170 ming beraman. 380. Qancha so'radi? Bozor qancha? 160 ming so'm? Dakan 160 ming so'm bo'ldi deyapti savdosi. 70 dan qanchadan so'rayapti bozor? 100 minggacha beryapti. Ha, 100 ming baholayapsanmi? 70 savdosi bo'lyapti. O'rdaklar qanchadan ekan? 80 dan. Qanchadan so'rayapti bobo bozor? 100 Ha, 180 dan so'rayapti. 80 ming so'mdan bo'layotgan ekan savdosi. Aka, Instagrammi? Ha, Kanalingiz nomimi? Marbus. Nima bor? Marbus. Qancha bo'lyapti bu xo'rozlar? 10 mingdan. Ha? Zamasmi? Tovuqlar qanchadan bo'ldi bobo? Tovuqlar. Narxini ayting, narxini eshitaylik. Qanchadan bo'ldi Dakan? 500 ming. Qancha bo'ldi savdosi? Savdo bo'lgan yo'q. Tovuqlar qanchadan bo'lyapti? Mana donasi. Bu 70 ming, 100 ming. Qancha so'rayapti bozor? Bozor qancha so'rayapti? 100 so'rayapti. Sizda qanchadan deyapsiz? Xo'rozni qancha deyapsiz? Burada o'ramiz, odamni 100 bilan olganmiz. Kimda? Ay endi olinadi-da bobo endi. Olinmaydi, hech qachon haqingiz yo'q. Kim bilasizmi? Yo'q, endi qarang, u bitta siz olinmaysiz, hamma olinadi. Hamma emas. Siz mahsulot tushiring. Tushiriladi. Odamni bajarasi bilan Qancha bo'ldi buni savdosi? Buni 200 bo'ldi. 200 ming? Ha, 200. 200 ming so'm bo'ldi deyapsiz. Savdo bo'ldimi bunga? Ha, shu 200 mingga bo'ldi. Savdosi qancha deb turibsiz siz? Men 400 deyapman. 400 ming bo'ldi deyapti, 200 minggacha savdosi bo'ldi deyapti.